Salom K-pop muxlislari. Bu videoda siz YG Entertainment'ning yangi qizlar guruhi haqidagi hamma kutgan savollarga javob olasiz. Birinchi bo'lib bu savolga javob beraman. U guruh Blackpink o'rnida debyut qiladimi? Ha, bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin nimaga deysizmi? Sababi YG Entertainment Baby Monster guruhini debyut qildirganida 21 guruhini tarqatib yuborgandi. Agar YG yana guruh tuzsa, Blackpinkni ham tarqatib yuborish ehtimoli juda yuqori. Lekin Blackpink o'rniga debyut qilgan deb u guruhni hit qilishingiz to'g'ri emas. Blackpink a'zolari ham charchaydi. Ular ham o'z hayotida yashab, turmush qurishga haqli. U guruh qachon debyut qilishi mumkin degan savolga videoning oxirida javob olasiz. Hozir esa guruh a'zolari haqida aytib beraman. Guruh nomi Next Monster. Taqdim etilgan a'zolar hozircha ikkita. Birinchi a'zo Evelli, rep, vokal va raqsdagi qobiliyati bilan tanilgan avstraliyalik stajyor. Tug'ilgan sanasi 2010-yil 29-mart. Bo'y uzunligi 1.63 cm. Koreys, ingliz va ispan tillarida gapira oladi. Ikkinchi member Chanya, Evellidan keyin mashhur bo'lgan tailandlik vokalist. Tug'ilgan sanasi 2010-yil 25-noyabr. Bundan bir kun oldin tug'ilgan ekan. Bo'y uzunligi 1.68 cm. Tailand, ingliz, koreys tillarida gapira oladi. 4 a'zodan iborat bo'lishi aytilgan guruhning 2 a'zosi ko'rinish berishiga qaramasdan tezda mashhurlikka erishdi. Ular 4 tagina videosi orqali 306 ming obunachiga ega bo'ldi. Va nihoyat o'sha savol: guruh qachon debyut qiladi? Google ma'lumotlariga qaraganda, Next Monster guruhi 2027-yilda debyut qilar ekan. Lekin menga bir narsa juda ham qiziq. Bu Evelli, bu esa Baby Monsterdagi Rora. U bir-biriga juda ham o'xshaydi, shunday emasmi? Bu esa Chanya. Bu Baby Monsterdagi Parita. U ham bir-biriga juda o'xshaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu shunchaki tasodifmi yoki boshqa narsa? Fikringizni yozib qoldiring. Yana bir narsa, Rami Rousega o'xshashga harakat qiladi deb hamma uni yomon ko'rgandi. Lekin u og'ir kasal bo'lganidan keyin hamma uni qaytishini xohladi. Bu bilan nima demoqchiman? U guruhni hit qilmasligingizni xohlayman. Agar ularga ham nimadir bo'lsa, o'zimiz afsuslanamiz. O'zingiz o'ylab ko'ring. Xullas video tugadi. Hammaga xayr.